Endi FSB xodimlari nafaqat chet el fuqarolarini, balki Rossiya fuqarolarini telefon va noutbuklarni tekshirishga haqli bo'lishdi. 2026-yilda chet el fuqarolariga berilgan patentlarning soni 22% ga kamaygan. Rasmiy ma'lumot. Rossiyaning Markaziy bankning rahbari Elvira Nabiullina iqtisodiyotga ish kuchi kerakligi haqida gapirib chiqdi. Endi Rossiyada harbiy xizmat ro'yxatidan o'tmagan shaxslarni Rossiya fuqarolikdan mahrum qilish tartibini yo'q qilishdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 26-aprel va odatdagi yangilarimizni boshlaymiz. 2026-yilning boshidan Rossiyada shu O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga berilgan patentlarning soni 2025-yilga qaraganda 22% ga kamaygan. Bu degani 2025-yilda 606 ming patent berilgan bo'lsa, bu yil esa 475 mingta patent berilgan. Bundan tashqari, umuman chet el fuqarolarining soni Rossiyada 10% ga kamaygan. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotiga binoan bu 5 million 700 ming chet el fuqarosi. Bunday vaziyatga asos bo'lganligi albatta hammamiz tushuntiribmiz. Bu Rossiyada qo'llanayotgan migrantlarga nisbatan siyosat. Shu patentni olish ancha qiyinlashtirilgan, ko'p joyda patent to'lovlari ancha oshgan. Bundan tashqari, Rossiyaning bir nechta hududlarida chet el fuqarolariga patent asosida bir nechta sohalarda ishlash umuman taqiqlangan va bu taqiqlar har oy yana ham ko'payib kelmoqda. Masalan, aprel o'zida Komi respublikada endi mehnat muhojirlariga bir nechta sohalarda ishlash man etiladi. Bu chakana savdo, ta'lim sohasi, taksi va temir yo'l transporti va oziq-ovqatlarni ishlab chiqarish sohasi. Xuddi shunday choralar bundan oldin Zabaykalskiy, Nijegorodiskiy, Xabarovskiy, Tomskiy, Chelyabinskiy va Krasnodarskiy kraylarida qo'llangan edi. Albatta, Rossiya hukumati tomonidan bunday choralar ko'rilayotgandan keyin shu mehnat muhojirlarining soni kamayotganligi bu tabiiy hol. Shu Rossiya hukumati deganimizda biz umuman hukumatni nazarimizda tutmaymiz, chunki Rossiyaning hukumatining o'zida bu masalaga tegishli notushunarchiliklar juda ham ko'p. Va keyingi yangilik ham aynan shu so'zlarga guvoh desak bo'ladi. Rossiyaning Markaziy bankning rahbari Elvira Nabiullina iqtisodiyotga tegishli bir nechta fikrlarini bildirdi. Bu opamizning so'zlari bo'yicha Rossiyaning iqtisodiyoti hozir juda ham bir qattiq ish kuchi yetmaslikka duch kelmoqda. Va aynan shu sabab Rossiyada inflyatsiya kuchaymoqda. Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с нехваткой, с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Bir tomondan Rossiyaning iqtisodiyotiga ishchilar kerak va shu hukumatni boshqa tomonda turgan a'zolari aynan shu vaziyatni oldini olish emas, balki qarshi ishga qaratilgan harakatlarni olib borishmoqda. Bundan oldin aytganimdek, patent olishni qiyinlashtirish, mehnat muhojirlariga nisbatan vidvareniya, deportatsiyalar bo'lgan narsaga qo'llash va umuman shu chet el fuqarolarini Rossiyaga kelib ishlash uchun xohishini yo'q qilishga harakatlarni olib borishmoqda. Haligacha ham shu millatchilarga tegishli har xil guruhlarga choralar ko'rilmagan. Ular haligacha ham o'z reydlarini o'tkazishadi va ko'p vaziyatlarda Rossiyaning qonunchiligini birinchi bo'lib o'zlari buzishadi. Kim biladi, balki kimdir shu Rossiyaga Hindistondan ishchilarni olib kelishda katta biznes qilayotganmikan. Xullas, menimcha Rossiyaning hukumatida bu savollarga kimdir javob berish kerak. Bahram Ismoilov Saxovat fondi bundan bir oy oldin o'g'limizni operatsiyasi uchun 450 ming rubl miqdorda pul so'ragandik. Operatsiyamiz bo'lib o'tdi. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Hammangizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Alohida Bahram Ismoilovga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, siz ham Saxovat fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, Mir privilegiya orqali uyga pul yuboringlar. Pul yuborayotganingizda promokod o'zbek terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Xo'sh, yerdan silka chiqadi, yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Rossiyaning Gen prokuraturasi shu endi Rossiya fuqaroligini olgan chet el fuqarolariga tegishli bir taklif bilan chiqdi. Bu taklifga binoan
shu yangi Rossiya fuqarolari davlatdan bir qandaydir yordam olishdan oldin Rossiyada bir qandaydir davr yashab kelish kerak. Bu birinchi bo'lib shu Rossiyaning qonunchiligida belgilangan ko'p bolalik bo'lgan oilalarga subsidiyalar, voyaga yetmagan shaxslarga yordam va hokazo davlatdan qo'yilgan shu sotsialniy pomosh deyiladigan haq-huquqlar. Aynan shu haq-huquqlardan Rossiyaning Gen prokuraturasida yangi Rossiya fuqarolarini mahrum qilishmoqchi. Ularning so'zlari bo'yicha shu chet el fuqaro Rossiya fuqaroligiga ega bo'lsa, u bir qandaydir davr yashab kelish kerak. O'zini shu qonunga rioya qiladigan fuqarodek ko'rsatgandan keyin shu 1 yil bo'ladimi, 3 yil bo'ladimi, faqat o'shandan keyin ular Rossiyada bir qandaydir yordam olishga haqli bo'lishadi. To'g'risini aytsam, men bunday takliflarni Rossiyaning Gen prokuraturasidan chiqishiga juda ham hayron bo'ldim, chunki prokuraturada baribir huquqshunoslar ishlaydi, yuristlar ishlaydi va bunday taklif birinchi bo'lib Rossiyaning konstitutsiyasiga qarshi. Rossiyaning konstitutsiyasida yozilgan, belgilangan Rossiya fuqarolari bir xil haq-huquqlarga ega. Bunday qilib Rossiya fuqarolarini 1-2, 3 sortga bo'lish bu Rossiyaning qonunchiligida nafaqat taqiqlangan, balki bunday harakatlarga jinoyat javobgarlik ham belgilangan. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi ajoyib yangilik FSB vakolatlariga tegishli. Endi shu chegarada turadigan FSB xodimlari Rossiya fuqarolarini telefonlarini, noutbuklarni tekshirishga haqqa ega bo'lishdi. Ha, esingizda bor bo'lsa, bunday tartib birinchi bo'lib chet el fuqarolariga qo'llanardi. Esimda bo'lsa, shu 2023-yildan boshlab Tojikiston, O'zbekiston fuqarolarini telefonlarini olib, FSB xodimlari tekshirishni boshlashdi. Men o'shanda shu Rossiyada yurgan mening kasbdoshlarimga, rossiyalik advokatlarga aytganman. Bunday tartib yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki telefonda bo'lgan ma'lumot bu odamning shaxsiy ma'lumoti. Sud qarorisiz bunday ma'lumotlarni tekshirishga hech kimning haqqi yo'q. O'shanda menga rossiyalik advokatlar, yuristlar aytishgan, sen tushunmaysan, o'zingning odamlaringni, shu vatandoshlaringni himoya qilyapsan, bu bizning xavfsizligimiz uchun kerak deb. Va mana endi ko'rib turibmiz, bu tizim Rossiya fuqarolariga ham qo'llanadigan bo'ldi. Ha, aynan shu rivojlangan davlatlarda bu narsani tushunib bo'lishgan odamlar. Agarda siz o'z davlatingizda shu chet el fuqarolar toifasi bo'ladimi, boshqa fuqarolar toifasi bo'ladimi, ularga nisbatan yangi qonunlarni qabul qilsangiz, ularning haq-huquqlariga tegishli qonunlar bo'lsa, shunga tayyor bo'lishinglar kerakki, sizga ham bu qonun ertaga qo'llanadi. Aynan shunday fikr yuritgan davlatlarda odamlarning haq-huquqlariga juda ham bir katta e'tibor beriladi. Va mana endi mening gaplarim yuz berdi va mening ishonchim komil, bu faqat boshlanishi. Ertaga ko'rasizlar shu biometriyalar, Aminaga o'xshagan prilojenelar, bularni ham shu Rossiya fuqarolariga ishlatilishi hech gap emas. Do'stlar, Rossiyaga endi kelaman desangiz yoki Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, albatta telefoningizga Rosmigrant ilovasini yuklab olinglar. Aynan Rosmigrant orqali siz o'zingizni shu reyestrdan, qarzlaringiz, sud ijrochilaridan qo'yilgan har xil sud qarorlari va boshqa muhim ma'lumotlarni tekshirishga haqli bo'lasiz. Ha, mashinangizni ham shtraflarga aynan Rosmigrant orqali tekshirishingiz mumkin. Hozirdan sizga chiqadi, yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Keyingi yangilik Peterdan keldi. Bu yerda bir yangi firibgarlik yuz bermoqda. Aynan parkovkalar joyida firibgarlar to'lov uchun qalbaki QR kodlarni qoldirishmoqda. Ha, buni bilmaydigan turistlar, chet el fuqarolar mashinani qoldirgandan keyin shu parkovkaga to'layman deb QR kod orqali firibgarlarning saytlariga o'tadi va natijada kartasida bo'lgan pullarni yo'qotishadi. Shu uchun do'stlar, Piterdamisiz, Moskvadamisiz, boshqa katta shaharlardamisiz, shu platniy parkovkalarni to'layotganingizda, umuman shaharda bir qayerdadir ommaviy joylarda to'layotganingizda, albatta to'layotgan QR kodlaringizni tekshirib olinglar. Kerak bo'lsa shu telefon qilib primoy so'rash, savol berishdan hech boshingizni tortmanglar. Ogohlik zamon talabi. Keyingi xushxabar shu migratsiya agentligidan keldi. Ularni idorasi endi Moskvada o'z faoliyatini boshqatdan boshlashdi. Каждый гражданин Узбекистана, который находится в любой точке Российской Федерации, он должен уверенно знать, что за ним стоит его великое государство. Do'stlar, agarda siz ham shu Rossiyada bir qandaydir og'ir vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz,
aynan migratsiya agentligiga murojaat qilinglar. Hozir ekranlarda shu adreslar bilan telefonlarni qoldiramiz. Bundan tashqari bu videoni opisaniyasiga ham ma'lumotlarni yuklab qo'yamiz. Hurmatli vatandoshlar, Saxovat fondi va Sovetnik yuridik idoramiz shu Moskva, Sankt-Peterburg va Moskovskiy oblastida yashayotgan bizning vatandoshlarimizga bir sovg'ani tayyorlab qo'ydik. Aynan birinchi murojaat qilgan va bizning ofisimizga kelgan 100 ta bizning vatandoshimizga biz bepul bizning musofir hudilarni taqdim etamiz. Hozir shu Rossiyadagi bizning Sovetnik yuridik idoramizni manzillarini ko'rib turibsiz. To'g'rimi-to'g'ri shu yerga borsangiz bo'ladi va bepul hudi olishga haqli bo'lasiz. Har bir ofisimizda sizlarga 100 tadan hudini tayinlab qo'yganmiz. O'tgan oyda Rossiyaning Dumasiga bir qonun kiritilgan edi. Bu qonunga binoan agar shu yangi Rossiya fuqarosi o'z vaqtida harbiy ro'yxatdan o'tmasa, uni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish harakatlar boshlanardi. Bu qonunni Rossiyaning Dumasi 2 oydan ko'p ko'rib chiqdi va nihoyat bu qonunni qabul qilishmadi. Esingizda bor bo'lsa, men bu haqida bir nechta marta aytganman. Agarda bu qonun qabul qilinsa, unda nafaqat shu yangi Rossiya fuqaro olgan tegi Tojikistonlik, O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik bo'lgan Rossiya fuqarolar, balki mutlaqo hamma Rossiya fuqarolarini bunday harakatlar uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish kerak. Qat'iy holatda bu Rossiyaning konstitutsiyasiga qarshi qonun bo'ladi. Va Xudoga shukr, Rossiyaning Dumasida yaxshilab o'ylab ko'rishdi va bu qonunni o'tkazishmadi. Shimoliy Koreyaning mehnat muhojirlari Moskvaning qurilish maydonlarida ishlashga kelishni boshlashdi. Hurmatli do'stlar, bugungi yangilarimiz shu loyihalardan iborat. Sizdan iltimos, kanalga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Biz ularga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.